Assalomu alaykum. Hurmatli kanalimizning obunachilari, akalar, ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva qo'y, mana bunday toza, yosh, gigant, o'ta sifatli ona bola ishqibozlar. Xo'p akalar, sizlar uchun bugungi videomizga qo'ylarda o'ta zo'rlaridan kelgan videoni oxirigacha ko'rib akalar, bittadan like bosib, kommentariyaga otangga rahmat deb yozib, obuna tugmachasini bosib qo'yasizlar, yangi ko'ryapti turganlar bo'lsa. Xudo xolasa 2 dona ona bola qo'yimizni zo'ridan keyin 2 partiya qilib, chiroyli obzorini qilib chiqarib beramiz. Videoni oxirigacha ko'rib akalar, qo'llab-quvvatlab turasizlar akalar. Birinchi partiyamizga bu ona bola qo'yimiz, bolasi urg'ochi. Onasi 2 tishdan 4 tishga chiqaryapti. Birinchi bolasi mana shu. 4 tishga endi to'lyapti tishlari. Tishni och. Och tishini. Mana akalar tishi. Qo'yimizni bo'ylari o'ta kelishgan, gigant so'liq. Yosh, toza, nasldor qo'y. Quloqlari ham butun ikkalasi ham. Orqa razrezlarini ko'rsataman. Bunday razrez tikka. Bolasi ham xuddi onasining o'zi. Bolasi ham bir yosh hali. Qo'y videoda qanaqa ko'rinyapti bilmadim, lekin o'ta gigant. Bolasining quloqlarini qaranglar akalar. Tumshug'i qo'yadi, tumshug'i. Bolasi urg'ochi. Onasining birinchi bolasi, yosh hali. Bolani ham qaranglar. Bolasi ham o'ta uzun. Onasiga o'xshab. Xo'p akalar, buni yeb ichishi sog'lom. Kelganiga 1 kun bo'ldi akalar. Sog'ligiga garantiyasi bor. Yegizib, ichkizib, o'tkazib ko'rib, uylariga borsa, 1 haftaga sinab olasizlar yeb ichiga. Hajjoni bor. Akalar, buni qaranglar. Xo'p, akalar, buni ma'lumotini berdim. Endi asosiysi narxida akalar. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, narxi bunisi akalar 6,5 million so'm. Telefon qilgan odamga xayri bor. Telefon qilgan odamga xayri bor. Bo'ylarini aytmayapman, bo'ylari 80+. Qo'yimiz Namangan viloyati Tepaqo'rg'on qishlog'ida turibdi. Bo'ylari 80+ qo'laverasizlar. 6,5 million so'mga xayrini qilib beraman. Ma'qul kelgan odam telefon qilaveradi. Ikkinchi partiyamizni ham ko'ringlar, ikkinchisiga bundan ham zo'ri bor. Xo'p, hurmatli obunachilar, ikkinchi partiyamizga bunisiga ham ona bola o'sha gigant toza hisordan so'ragan akalarimizga-da bu. Xo'p, buni ham bolasi urg'ochi akalar, bo'ylari o'sha 85 plus minus buniki. Yoshlari yosh, xudo xolasa kelishgan. 3-chi bolasi shu yondagi. Yo, 2-chi bolasi. 2-chi yo 3-chi bolasi. Onasi 4 tishdan 6taga chiqargan. Mana qo'yimiz bor. Bolani qaranglar, toza hisor qo'zi. Shu qo'y qilib olib beraman degan. Urg'ochi bolasi ekan. Belini qaranglar qo'ydi. Qonini chiqqanini qaranglar. Ovqatda g'arib ekan, shu xurra qo'yagan. Bergan narsangiz yerga. O'tinni ham yerkan qonni ochsa akalar. Qo'ydi qaranglar. Mana shu bog'ning ichida yuradi akalar, mana shu. Qo'ylar, xudo xolasa narxi yo'lda akalar, mana nargis mana. Bog'ning ichida yuradi akalar, mana shu ikkalasi ham. Buni ham kelganiga akalar, buniki 1 hafta bo'ldi. Xudo xolasa puli yo'lidan, narxi arzon. Buniki ham akalar. Buniki birinchi partiyamizga qaraganda arzonroq. Bunisini akalar 6 million so'mga dastlabki qilib chiqarib beraveramiz. Xudo xolasa o'ta kelishgan qo'y. Qo'y videoda kichkina ko'rinyapti turgan bo'lishi mumkin, lekin o'ta puliga arzoradi. Bolasini qaranglar. Xudo xolasa. Bolasini o'zidan chiqitadi, xudo xolasa akalar. Qo'ydi, belini qaranglar. Beliga bitta baho beringlar. Qo'lni qaranglar. Mana qaranglar. O'ta katta. Dumbalari ham tikka yeri dumbadan. Shu zo'ridan so'ragan akalarimizga tashlab qo'yaverasizlar akalar, so'raganlar bo'lsa. Xo'p, buning narxi akalar 6 million so'mga chiqarib beraman. 6 million so'mga O'zbekiston bo'ylab dastlabkilarimiz bor. Kimga ma'qul kelsa telefon qilaverasizlar, xudo xolasa narxi arzon.